Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 10-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan pul mablag'lari haqida gaplashamiz. Pul asosan naqd pul, hisob raqamimizdagi, ya'ni shotdagi pul, terminal hisob raqamimizdagi pullar va merchantlardagi, ya'ni PayMe, Click, Uzum kabi to'lov kompaniyalari orqali o'tkazilgan pullar va valyuta shotdagi pullarga bo'linadi. Bularni har bittasi buxgalteriyada 5 bilan boshlanadigan shotlarga bo'linadi. Ya'ni hisob varaqlarida yuritiladi. 50 ga 10 naqd pullar, 51 ga 10 bu shotdagi hisob raqamdagi pullar, 57 ga 10 terminal yoki merchantlar qilib belgilab olsangiz bo'ladi. O'zingizda hisob siyosatingizdan kelib chiqib, 57-20 ham shuni yana bitta ekvivalenti va 52 ga 10 bu valyuta hisob raqamidagi pullar hisoblanadi. Hammasi mana 5 dan boshlanadi. 5 bu pul ekanligini bilsak yetarli. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.